7 kunlik natijamizni ko'rib ko'pchilik negativ fikrlar yozdi. Sizlar uchun maxsus 1,5 oylik holatda bemorimizni qayta ko'rikka chaqirdik. Endi marhamat kiringlar kutib qolamiz. Angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of the sanctuary. Shadow me with your touch, will never return me to die. 1,5 oy oldin Singapur epikantoplastika amaliyotini o'tkazgandik. Marhamat, to'liq natijamiz bemorimizda уже chandiqli sezilarsiz holatda, ko'zingiz bitta yumasiz, jarohat izlarimiz ham juda chiroyli bityapti. Hamma ko'rsatmamizga amal qilganlar. Ravnomerni, akkuratni, yengil skladkalarimiz. Tak, negativ yozganlar uchun maxsus, sizlar uchun boshlang'ich xulosani qilishga shoshilmanglar. To'liq natija mana bunaqa holatda bitadi. Отекlar ketishini albatta kutish kerak. Bemorimizga bo'lsa rahmat etamiz. Hurmat qilib kelganlar uchun endi o'zlaridan biroz fikr eshitamiz. Assalomu alaykum. 1,5 oy oldin Sardor akada ko'zlarimni, ya'ni qo'llarimni operatsiya qildirgandim. Bularni tanlashim qiyin bo'ldi. Juda ham ko'p vrachlarni kuzatdim. Birinchi onamlarni olib keldim. Onamlarni operatsiya qildirdik. Keyin ularni natijalarini ko'rgandan keyin o'zim ham ikkilanmasdan Sardor akaga keldim. Meni ko'zlarimda 2 xillik bor edi. Ertalab turganimda ko'zlarim ishardi. Ko'zlarimni ichki yuzasi yopiq edi. Mana hozir natijani ko'ryapsizlar. Hammasini bittada bartaraf qilib berdilar. Buning uchun Sardor akaga kattakon rahmat aytaman. Va yon atrofimdagilar ham hammani havasi kelyapti. Ko'rgan odam juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz, yana ham ochilibsiz deb gapirishyapti. Buning uchun Sardor akaga kattakon rahmat aytaman. Agar sizlarning ham ko'zingizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, kelib bartaraf etinglar.